Qadirli to'rdoshlarım, at degandila seg'inishga başladım. Men bu dana bo'lgan o'zimning tashqi ish qiyofatini ko'rib tura oladigan dana aynakdan so'radim. Men shundaqmi seg'indim. Do'stlarimni, qarindoshlarimni, ota-onamni seg'indim. Mening do'stlarim, qarindoshlarim menimi seg'inganmidi deb so'radi. Dana aytdikin, "Hey do'stum, sen ularga nimalarni qilib olading?" dedi. Men dedim, "Bilmayman" dedim. Dana aytdikin, "Sen ularga mehr-muhabbatingni, chin dilingdan qalbingni, yuragingni, mehr-muhabbatingni, samimiyatingni bir oldingmi?" dedi. "Yo'q" dedim. Nimishqa? Men cho'qim bir olmadim. Qarindoshlarim mang'ila berib keldi. "Acha, sen yaxshimi? Qandaq ahvoling?" dedi. Men ulardan minnatdor bo'ldim. Ammo ularga kichikdan vaqtimni chiqarib, "Sizlar nima ishlar qilyapsizlar? Sizlar tinch amonmi? Ahvolinglar qayerdan qayergacha?" deb ularning ishqi dunyosini azroqmi so'rab baxmadim. Nima darding bor, nima g'aming bor deb baxmadim. Men bek shaxsiyat chiqarman. Qarindoshlarim men mang'ila desa, menili yaxshi ko'rsa debdiman. Men ammo qarindoshlarimga mehr-muhabbatni beramadim. Hozirgi men o'zimni taniyolmayman. Qo'riqlar tushdi, qaboqlarim zangildi, burungi ota-onamga o'xshab qoldim. Ota-onamni seg'indim. Ota-onam hayot vaqtida oyda bir qatim berib bo'lsinmi? "Qandaq ahvoling, dada opa? Mijozing qanaq? Nima xiyollaring, nima g'amlaring bor?" demabdi. Ota-onam etbergen tamoqlarni, issiq go'shtlarni, yapılarni, anam yaqqan nonlarni elibli ketdi. Ota-onam talada qarab turib, telmirib, yig'in tutgan bedi o'tirib qolishlarni qat'iy o'ylamabdi. Hozirgi men ota-onamning o'rnida. Mening qarindoshlarim, bolalarim kelsa, hozirgi mendek aldirabli ketib qoladi. Chunki ularning do'stlari bor emasmi? Men egimni tutgan bedi balam bilan azroq muңdishib olgan bo'lsam, qarindishimning ichki dunyosini so'rib olgan bo'lsam bo'pti. Qarindoshlarimma do'stlarning o'tirishlariga ketdi deb xiyolga petib ketdiman. Hozirma kichikmidim. Mehribon qarindoshlarim, qandaq ahvolinglar? Dardinglar bo'lsa, menga denglar. Menmi tanga sizlar bilan dard tortishpiray deyoladigan bo'ldim. Ammo ota-onamga mangu deyolmayman. Ular mangu mendan ayrildi. Otangizlar bola, qarindoshlaringlar bola, ota-onanglar va qarindoshlaringlar ayda bir qatim kichikdan vaqtinglarni chiqarib, hol-ahvol ichini teshini so'ranglar.